Banka kelgandik, kredit olmoqchi edik. Men qorovulman. Boshliq ichkariga kirasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshi. Yaxshimisiz? Keling. Bizlar Nogiron bankdan kredit olsak kelgandik. Keling. Nima chizapsiz? Siz rasmiydi. Nima keldingizlar? Kredit olmoqchi edik sizlar banklaringizdan. Bu biznes ochmoqchi edik. Ha, kreditmi? Hozir. Kredit bo'lsa, ana hujjatlarni tahlil qilasiz, ana bering imzo chekasiz. Shu hujjatlarimi? Ha. Bo'ldi bacham, ketdim. Olib keldim mana hujjatlar. Yaxshi, indikda mantiqiy savol beraman. Javob bersangizlar, o'zim Nogiron bank boshlig'i sifatida kredit ajrataman. Rozimisizlar? Rozi, zo'r bo'laydi lekin. Mani uyimda bitta kuchugim bor, uni oti nima? Yo'q, undan bu. Sani kuching otini qiyramayapmiz biz. Osonlashtiraman, bosh harfi Z dan boshlanadi. Zdan? Z zo'rroqmi? Yo'q. Zombimi? Yo'q. Zaychik. Zaychikmi? Yo'q. Zo'rroq nima aytdi? Zombimi? Yo'q. Zizi. Yo'q. Ziki. Zikimi? Yo'q. Zaribmi? Yo'q. To'xolmalik. Nima oti? Nima? Oti Tuzik. Undan yo'q. Qani bu yerda Z? Bosh harfi T-ku buni. Qani bu yerda Z? Zato o'rtasida Z bor. Bu jilyagan Turkiya kredit berilgan desang bo'ladi-ku. O'zi men bularni nomidan bilgandim-da, Nogiron bank deydi, o'zi jilliligini bildim bularni. Jillik. Nima bo'ldi? Kredit oldingizlar? Bular hammasi bir xilda. Yo'q, ola olmadik. Nima desang? Menga qaranglar, ana shu boshliq bilan men qarindoshligim bor. Agar ana kuchugim laqabni topsangizlar, men o'zim yordam beraman. Yana kuchuk. Tuzukmi oti? Yo'q, bosh harfi O'dan boshlanadi. O'dan? Olaparmi? Yo'q. Oymomanmi? Yo'q. Bu endi topolmadik, nima? Bubik. Ketdik. Men qarindoshman.